Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan men Legenda MC. Bugungi videomiz Roblox hamda Minecraftda solishtirib ko'ramiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin va kommentariyada qaysi biri yoqadi, o'shani ham yozib qoldiringlar. Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan men Legenda MC Gaming ya'ni men yangi kanal ochdim va shu kanalga yangi video. Bugun men Roblox hamda Minecraftda solishtirib ko'raman. Qaysi biri yaxshi? Unda biz videoni boshladik. Xo'p, birinchi bu bizni survival qilib ko'ramiz Minecraftda, keyin ozgina rivojlangandan keyin Robloxga o'tamiz obunachilar. Kommentariyada yozib qoldiringlar, qaysi biri yaxshi obunachilar. Davay, boshladik. Xullas, vijvayni qilishi. Bu video anaqada olinyapti hozircha telefonda. Xudo xohlasa buni yangi kanal, eski kanalimizga ham bu videoni qo'yamiz. Faqat buni emas, boshqasini kompyuterda olingan video bo'ladi. Unisini opam o'zlari qilib beradilar sizlarga. Opam o'zlari xudo xohlasa ertaga bo'ladi. Opam o'zlari olib beradilar. Yangi versiyada o'ynayapman. Chunki Robloxda ham yangi versiya bo'lgani uchun. Bo'pti. Biz kirib olamiz. Toshlar qilib qo'ygandan keyinmi yoki bilmayman. Kreativda qilib qo'ydik, davay. Voy, chiqib ketdim bu o'yindan. Eski ham bo'ldi tushundim. Eski bosarman. Oldu. Skinsizman, lekin skinsizman, lekin xudo xohlasa skinni ham qaytarib olaman. Yangi versiyada o'ynayapman. Skin qo'yib bo'lmadi. Hop, hozircha bunda Minecraftda uncha hech balo qilish mumkin emas, lekin modni qo'shib chiqish zo'r. Hozir men mod qo'shib videoni yoqaman. Ungacha videoni mana stop qildiramiz. Ungacha modim yo'liga esdan chiqib qoldi. Hali mod qo'shmagan edim. Shunga hozircha unaqa bo'lmadi, lekin kanalga obuna bo'lish, like bosish esingizdan chiqmasin. Minecraftda qisqa bo'lib qoldik, lekin hozir bir minut. Hozircha anaqa nima edi? Hozir xullas endi Robloxga o'tamiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin obunachilar. Endi biz Robloxga o'tamiz. Bilmayman. Xo'p, obunachilar, o'zi biz boshladik. Endi biz mashhur bir o'yin politsiyachidan qochish o'yinini o'ynab ko'ramiz. Xo'p, bu o'yinni hozir xullas bilmayman. Hozircha biz boshladik. Buni ham ozgina o'ynaymizda va solishtirib ko'ramiz. Sizlar men o'zim fikrimni oxirida aytaman. Sizlar aytishingiz kerak, kommentariyada yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Esi bosamiz, ostondan boshlaymiz. Bo'ldi, hop. Bu yerda mana shu ko'rsatib qo'yibdi. Chiqamiz. Lekin Robloxni kompyuterda yoki telefonda o'ynash, kompyuterda o'ynashdan osonroq. Chunki bilmayman, lekin menga telefonda osonroq bo'ladi. Men bunaqa narsalarni ulamasdan o'ynasa, telefonda osonroq bo'ladi. Mana ko'rasizlar. Sal qoldi, mayli. Mana bunda qilsa ham bo'lar ekan.
Bu mishkam ishlamayapti. Nima telefonga o'tib qolyapti. Obunachilar telefonda o'tib oldim. Telefonga o'tib oldim men. Nutda. Ana klaviatura bilan mishkada qotib qoldi. Ham mishkam ishlamay qoldi. Senga qaytadan o'ynaymiz. Sizlar o'zingizlarning fikringlarni aytib qoldirasizlar degan umiddaman. Yaxshi. Buni ham oxirigacha o'tmaymiz. Xo'shman bosamiz deb qochamiz. Qoch. Tutuldi. Eng muhim boslik. Bo'ldi. Shu joyda tushib ketgan parod qildi. Qaytadan chiqamiz. Och. Bo'ldi. Qochib qutuldim. Hop. Mana shu tualetni pastda. Uzr obunachilar. E'tibor bermaysizlar. Albatta montajda bu ovozlarni aniq tashlayman. Boya ovoz eshitildi. Hop, o'sha biz mana shu lavali joylarni o'tib olsak. Hop. Voy, obunachilar men temadimmi? Qochish kerak. Yo'q, qochmaymiz. Kyoto уже mana shu yerda turib olamiz. Bo'ldi. Narigisiga o'tamiz. Ulgurmaymiz ekan. Odamimiz ekan, bo'ldi. Bo'pti, buni o'tib ketdi. Narigisiga endi borishim kerak. Albatta ulguramiz bunisiga. Ekanmiz. Yaxshi qochib qoldim. Bo'pti, endi to'g'riligicha boramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Basharaga bitta like bosib qo'yasizlar. Hop, suramiz endi. Mashina. Hozir men yarmi kompyuter sifati, yarmi telefon sifati anaqada o'ynayapman. Aqlli shunaqa duxini olamiz deb obunachilar. Bundoq kirib, bundoq bosib, bundoq qochib, duxini olib qo'ydim, kelaveradi. Mashinadan sakrab o'tib ketamiz. Uy, tushishimga sal qoldi. Shu yerdan bittasi ham o'tmagan bo'ladi. Lekin men o'tolmadim. Bo'ldi. Mana shu oxirgisidan o'tamiz, keyin chiqib ketib solishtiramiz. Bo'ldi. Mana ichishim kerak. Oy. Yaxshi, hozircha yaxshi ketyapmiz. Bo'ldi obunachilar. Shu joyda stop qilamiz deb obunachilar. O'zingizlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Menga shaxsan Minecraft yoqadi, chunki men undan yoshligimdan beri u bilan birgaman. U
bu bilan do'st bo'lib qolgandayman-da, chunki yoshligimdan beri oddiy narsalar bo'lsa ham Minecraft o'ynab o'tiraman. Menga hozircha Minecraft yoqadi, obunachilar. Chunki menda hozircha mod yo'q edi, lekin mod bilan ko'rsatsam qanaqa bo'lishini anaqa ko'rsataman. Men jonga tegdi bu yoqqa. Chiqa. Xullas, mod bilan ko'rsataman. Shu payt mod bilan ko'rsataman-da, xullas, keyingi videoda mod bilan ko'rsataman. Top 3 modlarni. Kanalga obuna bo'linglar va like bosing. O'zingizlar kommentariyada yozib qoldiringlar obunachilar, qaysi biri sizlarga ma'qul. Video tugagan.